Ketdi ota, 10 kaliti. Test drive qilib bering endi. Hammasizni yozdi. Test drive qilib bersinlar. Mashina olish arafasida turibman. Boshida kelishib olaylik. Bu mana $60,000 mashina emas. Ana adolatli bo'lish uchun BYD ni o'zi bilan solishtirsa, nima deysiz? So'ng mingansiz u. BYD so'ng. Kenga. Ham chiroyli, a? Nima deysiz? Zamon talab qiladi. Eshik ruchkalarini vidojnoyga kirib chiqadigan. Birinchi ощущение mashinaga o'tirishingiz bilan. Kenglik. Yo'q, kenglik yaxshi. Kenga? Ha, yaxshi. BYD so'ngdan kenglik. Ancha keng. Ancha keng. Obzorchi. Obzor ham yaxshi. Mana 4 kun yurdim u mashinada. Menga yoqib qoldi-da. 41,000 qanchadir ekan? Mashalloh qimmat. Qimmat, bizning xalqimizga qimmat. Qimmat desangiz, Spark narxi ham ba'zi birovlarga qimmat. Masalan, Lineage pulli 60,000 ku. Lekin ba'zi birovlarga qimmat emas. Bu ham xuddi o'shanga o'xshagan narsa deb o'ylayman, bilmasam endi. Yo'q, endi mana bu BYD klass bu sredniy потребительlarga mo'ljallanganda. Endi o'shaning ichidagi premium bo'lsa, narx yuqoriroq bo'lishi mumkin. Atak BYD Слушаю. olmasada слушаю. BYD dedingiz, слушаю. Я не понимаю, что ты говоришь. Не надо. Xalq o'rtasida hamma bor. Yugur-yugurga расход kam mashinalarni kategoriyasiga kirib qoldi-da xalq talabida. Yo'q, mana ham arzon mashina emas u otam. Bu ham qimmat mashina. Mana BYD ham. Haligi deputatskiy mashina hisoblanadi. Правительственный, a? Правительственный mashina hisoblanadi. Unda o'shaning uchun hamma yengilliklar, yumshoq yuradigan, buzilishi oldini oladigan narsalar hammasi bu foydalanilgan. Lekin вообще общий olganda BYD masalan arzon mashina emas deb o'ylayman. Misol uchun Cherry, Gag, yana Xitoy bir qancha mashinalar bilan solishtirsangiz, unga nisbatan buni klassi ancha baland yuradi baribir, to'g'rimi? Ha, ularga nisbatan baland, lekin xalq ommasida haligi qora jentra degan gap tarqadi-ku. Xuddi o'shanaqa BYD ham shunaqa o'sha asosan ikkita modeli bilan mashina qilib tarqab ketdi. Odamlarning o'rtasida u demak sifat jihatidan yaxshi. O'sha chempiondan oldingisi o'sha modeli. Lekin ana Yuan Up juda ham haligi baquvvat mashina sifatida ommalashdi. Bu ham o'sha ommalashgan mashinani keyingi bosqichi bu. Ikkita Yuan Up puli bu. Ha, ikkita Yuan Up puli. Lekin mana hozir Yuan Up o'zingiz bilan mindik, to'g'rimi? Razgoni unaqa ekan, tupoy ekan dedingiz. Bir. Keyin hadovoy yumshoqmas ekan, orqa otyapti, sakratyapti dedingiz. Shunda ko'zim ol. Bu endi unaqa emas-da. Bunda faqat pnevm podveska yo'q. Nizovый ismi alohida rechaklarda podveskalari turibdi. Mana uchun yumshoq, mana hozir sezyapsiz. Men adashgan bo'lishim mumkin, o'zimdan chiqib ketgan bo'lishim mumkin. Men Yuan Plus haqida gapirmoqchi edim. Ha, Yuan Plus. Juda ham o'sha. Yuan Plus qimmat mashinada edi. Yuan Plus so'ngdan $1,000, $1,500 arzon turadi. C-Line lineykasi BYD ni premium lineykasi hisoblanadi. Men mashina yoqdimi sizga? Tashqi ko'rinishi? Zikr 09. Ha, Zikr 9X. Zo'r mashina ekan, yumabdi. Yumabdimi? Mashinaning yumshoqligi qanaqa-da? O'rtaga jab baland dableniyaga urib yuborgan. O'shaning uchun sal menga qattiqroq tuyulyapti. Qattiqroq. Uni o'zini standartga tushirsa menimcha. 3.1 turibdimi? 3 turibdimi? 3.5. 3.05. 3.05. Ba'zi poygaga chiqishga mo'ljallangan menimcha, to'g'rimi? Uzoq yo'lga yurishga mo'ljallangan. Bu g'ildiraga ko'p urib yuborishadi. Расходni kamaytirish uchun ko'p. Ha, bu ham bor gap. Misol uchun men hozir sal kattaroq urib oldim. Mashinani yurish qanaqa ekan deb ko'rdim. Mashina umuman olganda o'zini yaxshi tutyapti, bo'ysunyapti. Полный привод. 4 sekund yozib qo'yibdi bagajida. Bizani sharoitga hozir unaqa 4 sekundli mashina kerak emas. Har 50 metrda 60-50 znak turibdi. Hozir Nazarbayga borsang, Nazarbayda ham shunaqa. 50-60. U bosadigan joy qolmadi. Mashina endi bitta zapravkasi uzoqroq xizmat qilsa, yumshoqroq, seni yo'lda qiynamasa, yo'lda buzilmasa. Qalay. Otilyapti. Ha, yo'q. Razgon zo'r, to'g'rimi? Mana hozir bosib ko'rdingiz-ku. Avtomobil 580 kilometr yuradi. 550, 560 atrofida yurar ekan. Toza yurishimi yo'q, bu ko'rsatma. Avtomobillarni LATC nima deydi-yu? Xitoyliklar mana shuncha yuradi deb beryapti. Endi toza yurmaydi unaqa. 10% kam yuradi bu aniq. LATC da ko'proq ko'rsatadi. Menda Lida ham ko'p ko'rsatadi. 286 kilometr ko'rsatadi, lekin 240 atrofida yurar ekan. Keyin yana bitta ma'lumot oldim. BYD ni orasida o'sha ko'rsatgan normaga eng yaqin yuradigan mashinasi shu deb aytishdi. Rostdan ham men tekshirdim. Shunaqa juda yaqin yuryapti. Mani mashinamdan ancha yaxshi yuryapti. Kilometrajimi? Ha. Yo'lda tutishi qanaqada lo'pollamayapti, eng muhimi. Tezlikda. O'sha siraz o'tirganda aytdim-ku, demak, o'zi BYD ni men bu yutuq tomoni men 2 marta mindim. Qanaqadir bir salbiy fikrlarimni ham aytdim BYD haqida, So'ng Plus haqida. Lekin bitta bar yutuq tomoni bor. Bitta yutuq tomonini albatta aytishim kerak.
ko'rsatilgan kilometrlar qanaqa yuradi? BYD qolgan mashinalarga nisbatan Ha, deyapti. boshqa Brendlarga nisbatan. mana Changanda ham 135 ta ko'rsatadi-da, 100 ta yuradi. Mana hozir mana bu ham 286 ta ko'rsatyapti-da, 230 ta, 240 ta yuryapti Liam. Endi bu unga nisbatan men o'shanda o'sha chempiondan anaqaga men borib keldim, Piskentga. Ana yerda u etilingan kilometrni ko'rsatdi borku. Zo'r. Mashina to'g'risida informatsiyani beraman. Полный приводdaligini aytdim, head-up display bor. И mashina premium mashina bo'lgani hisobiga deyarli hamma navrat bor. Mashinada lyuk yo'q ekan-da, lekin panorama bor. Hop, katalogni qora qilgan, o'sha qimmat mashinalardagi qilib qora qilgan. Sidenalarini, ko'jalari, atdelkalari bor, mana hamma narsalarini premiumligini his qilasiz mana. BYD so'ngdan solishtirganda salonlardan ham detalizatsiyalarida ancha farqi bor, to'g'rimi? To'g'ri, farqi bor. Puliga yarashadi. Uni yutug'i ancha. Laboyga suv sepingda. Yo'q, suv sepadigan qani? Suv sepadigan anaqa degan. Ha, cho'tkani o'zi degan. Mashalloh, mana bu yengillik. Mana shu yerda senga kelganda qiziq narsa aytib beraman. Iqtisodiy taraqqiyotda Yaponiya davlati insoniyatning kallasiga kelgan fikr 21 kunda iste'molga chiqadi, iste'molda egasini topadi deyilgan edi. Keyin chali Koreyani rivojlanish taraqqiyotda bunaqa profilnis bo'ldi-da, ular buni sal boshqachaga o'zgartirdi. O'zgartirgani nima bo'ldi? 14 kunda, to'g'rirog'i 2 haftada insonning kallasiga kelgan fikr kishilar iste'molida. Endi buni qaraganda, bu Xitoy Yaponni sindirgan, Koreya bo'lsa, Koreyani sindirgan bu Xitoy bo'ladi. Buni menimcha o'ylab topgan odam bir hafta bo'lgan bo'ladi. Bir haftada o'sha mana iste'molda turibdi shu narsa. Baraka topsin. Mana shu narsalar raqobatga olib keladi. Men orzu qilardim. Majbur bo'lib bu Deyvni miyuramanmi, Chevroletni miyuramanmi? Orzu qilardim. Pulim bo'lsa, pulimga yarasha mana shunaqa mashina olsam, mana o'sha kunda keldi. Baraka topsin. Prezidentimiz ham baraka topsin. Bozor to'lyapti. Taklif oshyapti. Qara, raqobat degan narsa endi vujudga keladi. Sani masjidga kelib shu mashinani shunaqa reklama qilib berishing ham shu raqobatda natijasi bilib qo'y. Endi raqobatda qancha talab kam bo'lsa, yetkazib beruvchi shuncha mashinani yengilroq, talablarni taklif kuchayadi. Komfortroq qilib yetkazib berishga harakat qiladi. Agar keyin safar yana bir mashina olib keladigan bo'lsang, men 100% aminmanki, bundan yaxshi bo'lsa kerak. Yaxshi mashina bo'ladi. Bu mashinadan men ustun pul olmaganman. Shuning uchun boricha ko'rsatyapman sizlarga. O'zi hammasini odamlar bilan olgan videoyimni boricha ko'rsatamiz, maksimum maqtamaslikka harakat qilamiz. U videolarning orasida pulni olib video qilganlarimiz ham bor. Mana bilan ko'rsatamiz diskalarini. Odam o'zlarini ham yo'qda. Chet eldan, Sloveniyadan hamkorlar telefon qilib qoldi, o'sha bilan band bo'lib qoldilar. Hop, bagajnikni ham bitta ko'rsating. Qanacha o'zi bitta ko'rsanglar, qimmat mashinalarga bilinib turibdi. Mana ikkitalab pishalka bergan. Mana bu yerda subwooferlari bor ekan, subwooferlari. Bundan nisbatan qimmat mashinalarga shundoq bilinib turadi. Ko'rib oqinglar, test drive qilib ko'ring. 41 mingga olishga arziydimi? Bunisini bilmayman, lekin mashina rostdan ham yaxshi ekan. Arzon mashina emas, Michelin balon, pilot sportlarda turibdi.